Tak, bu darslikda sizlar bilan tepadagi bir ikkita funksiyalarni ko'rsataman. Tepadagi panelda. Xo'p, ya'ni qanaqa funksiyalar? Bularni ko'rsatish uchun sizlarga mana shu uchburchagim formasini boshqaroq olaman. Xo'p, qaranglar. Ya'ni nima maqsadda bunaqa narsa qildim? Hozir men sizlarga mirror funksiyasini ko'rsataman. Mirror funksiyamiz ya'ni bosasizlar. Mana bunda mirror degan funksiyamiz bor. Obyektni belgilab olib, keyin tepadagi mirrorni bosamiz. Keyin bu yerda bizga tochkalarni ko'rsatdi. X o'q bo'yicha, Y o'q bo'yicha, Z bo'yicha. Z ya'ni buni to'g'rilab olaylik. Buni qilib qo'yaman. Tushunarliroq bo'lishi uchun sizlarga. Tak, mana X o'q bo'yicha qilib berdi bizga. Aylantirib berdi. O'girib tashlang. Mana Y bo'yicha ko'rasizlar. X bo'yicha, Y bo'yicha va buni Z bo'yicha qilsak, bizga pastga o'girib beryapti. Ya'ni nuqtamiz qayerda bo'lsa, bu nuqtani o'rtaga qo'yib olish uchun mana bu pastda turgan nuqta, u obyektning nuqtasi. Bu oynachaga o'tib, ya'ni nuqtamizni sentrga, o'rtaga bermoqchi bo'lsak, mana bu oynachaga o'tib turib, shu nuqtani belgilab, funksiyani belgilab, center to object qilib olamiz. Bizani o'rtaga belgilab beradi. Ya'ni buni o'rtaga belgilab olganimizdan keyin shundan mirrorni bossak, o'sha bizga o'sha o'rtadagi nuqtadan o'girib beradi. Ya'ni mana pastki qismini tepaga, tepaki qismini pastga qilib berdi. Z X bo'yicha, ya'ni Z va X bo'yicha o'giradi. Y Z bo'yicha, X Y bo'yicha. Agar kopiyani bossanglar, xuddi o'ziga o'xshagan obyektni o'girib, ya'ni mirror qilib, yana bitta kopiya paydo qiladi. Kopiya, instance bor, reference bor. Reference asosan model yasaydiganlar ishlatadi. Instance, ya'ni bog'langan holatda. Kopiya prosta xuddi shuni boshqacha, xuddi shuni kopiya qilib beradi. Instance qilsak, ya'ni instance qildimmi? O'girib berdi. Bittasini tepaga, bittasini pastga o'girgan. Hozir men sizlarga instance nimaligini ko'rsataman. Ya'ni nuqtani ushladim. Bu nuqtani qimillatsam, ko'rasizlar? Narigi obyektimizda ham qimillaydi. Agar kopiya qilsak, mana bu yerdan kopiya instance o'chirsa bo'ladi. Instance o'chiradigan funksiya. Kopiya qilsak, buni obyektni qo'zg'atsam, bu obyektga hech narsa qilmaydi. Bu funksiyalar ham ko'p kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi привязка, ya'ni привязкani yoqib, men ishlatadiganlarni mana belgilab olsanglar bo'ladi o'zinglar uchun. Men asosan ishlatadigan funksiyalarim. Привязка bu nima? Mana nuqtani ushlab turib, Y o'qi bo'yicha belgilaylik. Mana ko'rasizlar? Bu nuqtani ushlab turib, menga keyingi nuqtaga yopishtirib beradi. Agar привязкani o'chirib qilsam, ya'ni nuqtani usholmayman, aniq nuqtaga yopishtirib o'zim uchun joylashtira olmayman. Привязка shuning uchun ishlatiladi asosan. Mana nuqtadan nuqtaga yopishtirib olib, aniq nuqtaga obyektimizdan belgilab olish uchun. Mana hozir Y o'qi bo'yicha bo'lib turibdi. Agar buni общий yoqsam, ya'ni Y o'chirib qo'yib, biroz общий ushlasam, ushlab turib, xohlagan nuqtamga belgilasam bo'ladi. Mana ko'rasizlar? Bu okno ham juda kerakli okno. Buni o'zinglar uchun ochib olinglar. Bular qandoq
ishlatilinishini keyingi darsda ko'rsatib beraman bu oknoni. Hozir bu darsda necha minut bo'ldi? Bu darsligimiz 5 minutlik bo'libdi. Давайте keyingi dars men sizlarga shu oynani tushuntirib beraman. Привязка. Xullas, shu привязка, yana bitta привязка bor. Mayli, hozir shu привязкani tushuntiraman. Bu ikkinchi привязкamiz. Bu joylashuvni o'zgartirishga привязка bo'lsa, bunisi obyektimizni aylantirayotganda 5 gradusdan aylantirish uchun привязка qilib beradi. Mana ko'rasizlar, har bitta aylantirayotganda 5 gradusga aylanyapti. Ya'ni bu привязкani o'chirib turib aylantirsam, menda aniq gradus bilan bog'liq joyi bo'lmaydi. Keyin xatoliklar, mayda-mayda xatoliklar yuz berishi mumkin. Shuning uchun привязка bilan aylantirgan ham qulay, ham o'zinglar uchun to'g'ri proyekt to'g'riligi yanada ko'proq ishlaydi sizlar uchun. Xo'p, keyingisi bularni garaj klavishasini ko'rsataman. Ya'ni mana qimirlatirish obyektni belgilash W, aylantirish E harfida, o'zbekcha E, katta kichik qilish, ya'ni mana bu funksiyamiz katta kichik qilish, bu R harfida, katta kichik, tepaga X bo'yicha, Y bo'yicha, bu R harfida garaj klavishi. Q harfimiz bor. Asosan bu hech qanaqa obyektni qimirlatmaydi, joyida qoldiradi, bo'ldi. Faqat belgilash mumkin Q yoqqiligida. Bu nimaga kerak? Ya'ni ko'p obyektlarni belgilayotganingizda bu yoqiq tursa, W yoqiq tursa, ya'ni belgilayotganingizda u qo'zg'alib ketishi mumkin-da. Obyekt qo'zg'alib ketishi mumkin belgilayotganingizda. Undan bo'lib ketishi mumkin. Mana chunki belgiladim, surib yubordim ozgina adashib. U joydan qo'zg'alib qolmasdan, surilib ketmasligi uchun biz nima qilamiz? Belgilashdan oldin Qni bosib olib, hammasini belgilaymiz. O'shanda mana qancha qimirlatsanglar ham, mishka ushalib qolganda hech qanday qimirlamaydi. Hamma tushunarli deb o'ylayman. Tushunarli bo'ldi. Video yoqqanmasa like bosinglar. Tushunarli qilib tushuntirishga harakat qildim. Kommentariy, подписка и так далее, и так далее.